UNESCO tashkiloti tomonidan 21 fevral Xalqaro ona tili kuni deb e'lon qilingan. Mazkur sana 2001-yildan buyon xalqaro miqyosda nishonlanib kelinmoqda. Xalqaro ona tili kunining mazmun mohiyatida har bir xalqning o'z milliy tafakkuri, ma'naviyati, ruhiyatining o'zagini tashkil etadigan tilga alohida muhabbatning belgisi o'z aksini topadi. Mazkur kun ona tili bayrami sifatida nishonlanar ekan, bu bayram munosabati bilan har bir insonning o'z vatani va o'z tiliga bo'lgan muhabbati, unga bo'lgan ehtiromi, qadrlash tuyg'ulari yangilanadi. Yurtimizda o'zbek tilini rivojlantirishga hukumat tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Davlat tilini mavqeini yanada oshirish uchun qator farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Bugungi kunda ona tilimiz jahon minbarlarida baralla yangrayotganligi har birimizga cheksiz g'urur va faxr baxsh etadi. Ona tilimizning qadri va qaddi hamisha baland bo'lsin.